2 qavatli binosi bor hovlimizda yer hisobida sotilyapti. Shoshilib qolinglar. Uyimiz Yashnobod tumani Jo'rabek mahallasida joylashgan. Orientirimiz Islom ota masjidining orqa tomonidagi mahalla bo'lyapti. Uyimiz 508 sotix, 7 ta xona va 2 ta holdan iborat. Hozir men sizlarga kiraverishimizdan boshlab uyimizning planirovkasini ko'rsatib o'taman. Bu yerda kiraverish darvozaxonamizda joylashgan. 3 ta 4 ta mashina hovlimizning ichigacha bemalol kira oladi. Hovlimizda binolarimiz 2 qismga ajratilgan. Hovlimizga kirishimiz bilan chap tomonimizda bir qavatli binoyimiz va etek qismimizda 2 qavatli 3 ta urvilli binoyimiz joylashgan. Asosiy binoyimizning tegi deyarli to'liq podvaldan iborat. Podvalimizda 2 ta xonamiz joylashgan. Hovlimizning o'rtasida bo'lsa, shunaqa zeleniy zona uchun joy ajratilgan. Joy egalari tomonidan mevali va manzarali daraxtlar tayyor ekilgan. Hovlimizning o'rtasida bo'lsa, shunaqa joy ajratib qo'yilgan. Bemalol besetka qilib foydalansanglar bo'ladi. Gaz, svet, suv hamma sharoitlari bor. Hovlimizning bu yoq burchakdan ko'rinishi. Asosiy binoyimiz pishgan g'ishtdan, bir qavatli binoyimiz bo'lsa, xom g'ishtdan ko'tarilgan. Uyimizning fasadi va devorlariga traversin ishlatilgan. Uyimizni yengil ta'mirlab, maza qilib yashasanglar bo'ladi. Uyimiz katta oila uchun mo'ljallangan, bemalol 2 ta oila ham yashasa bo'ladi. Bu yerda yozgi oshxonamiz joylashgan, bu yerda gaz plitalarigacha o'rnatib qo'yilgan. Bu yerda bo'lsa, basseyn va saunamiz joylashgan. Bemalol o'zingizlar kelib ko'rib, guvohi bo'lishinglar mumkin. Uni yonidagi eshikda bo'lsa, hovlimiz uchun sanujelimiz joylashgan. Hozir men sizlarga asosiy binoyimizdagi xonalarimizni ko'rsatib, keyin bir qavatli binoyimizdagi xonalarimizni ham ko'rsatib o'taman. Asosiy binoyimizga kirishimiz bilan koridor, to'g'rimizdan bo'lsa, podvalga tushsa bo'ladi. Hozir aytib o'tganimdek, binoyimizning tegi deyarli to'liq podvaldan iborat. Kirishimiz bilan o'ng tomonimizda zalimiz joylashgan. Bu xonamizni o'zingizlarning xohishingizga qarab yotoqxona qilib ham foydalansanglar bo'ladi. Uyimizni hozir aytib o'tganimdek yengil ta'mirlab, maza qilib yashasanglar bo'ladi. Bu yerda bo'lsa, oshxonamiz joylashgan. Mana shu oshxonamizning o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilingan. Uyimizning stroyniy mebellari, ya'ni oshxona mebellari qoladi. Qolgan mebel texnikalarimiz bo'lsa, kelishilgan holda qoldiriladi. Hozir endi men sizlarga ikkinchi qavatimizdagi xonalarimizni ko'rsatib o'taman. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan shunaqa katta hollimizda joylashgan, oila davrasida televizor ko'rib dam oladigan divanni zona qilib foydalansanglar bo'ladi. Chiqishimiz bilan o'ng tomonimizda razdelniy sanujellarimiz joylashgan. Bu yerda bitta xonamiz joylashgan. Bu xonamizning oynasi hovliga qaragan. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan chap tomonimizda ham spalnyamiz joylashgan. Hozir endi men sizlarga hovlimizning bir qavatli binosini, xonalarini ko'rsatib o'taman. Bir qavatli binoyimizdagi bo'lsa, 2 ta kirish eshigi bor. Hovli orqali ham kirsa bo'ladi va darvoza xonamiz orqali ham kirsa bo'ladi. Bir qavatli binoyimizda ko'rib turganingizdek, yashash uchun tayyor holatda. Misol uchun 2 qavatli binoyimizni ta'mirlanayotgan paytingizda mana shu binoyimizning o'zida ham bemalol yashab tursanglar bo'ladi. Devorlarimizga chiroyli qilib aboylar ishlatilgan, binoyimizni isitish uchun sifatli radiator va iliq pol o'rnatilgan. Hovli tomondan kirishimiz bilan chap tomonimizda bo'lsa, общий sanujelimiz joylashgan. Sanujellarimizga shunaqa kafel ishlatilgan. Bu yerda spalnyamiz joylashgan. Bu xonamizning oynasi ko'chaga qaragan. Hamma xonalarimizga shunaqa sifatli romlar o'rnatilgan va shunaqa chiroyli eshiklarni ham ko'rishinglar mumkin. Bu yerda bo'lsa, katta zalimiz joylashgan. Hozir endi men sizlarga ko'chaga chiqib, mahallamizni ham ko'rsatib o'taman. Mahallamizning ko'rinishi, uyimiz Tupik ko'chani eng oxirida joylashgan. Tupik ko'chani o'zi ko'pchilik biladi, tinch va xavfsiz bo'ladi. Uyimizning tashqarisiga ham shunaqa zeleniy zona qilingan. Uyimizning fasadini eni 15 metr, uzunligi bo'lsa 40 metrni tashkil qiladi. Atrofda bo'lsa maktab, bog'cha hamma sharoitlari bor. Masjidga ham yaqin joyda joylashgan. 5 mahal azon ovozi shundoq eshitilib turadi. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Uyimizga yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Yer hisobida shunaqa katta hovli qidirgan do'stinglarga bu videomizni yuborib qo'yinglar.